Alijon Halilov 1977-yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Fanlar akademiyasining ion plazma va lazer texnologiyalari instituti bosh ilmiy xodimi. Fizika matematika fanlari doktori. 2008-2020 yillar oralig'ida Belgiya qirolligining Antwerpen universitetida ilmiy faoliyatini olib borgan. Ilm-fanda yangi yo'nalish, fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarni kompyuterda modellashtirish orqali tadqiq qilishga yo'naltirilgan kompyuterda modellashtirish maktabi asoschisi. Ushbu maktab faoliyati doirasida FIST-US superkompyuterlar klasterini tashkil etgan. 2008-yil oxirlarida Belgiyada ilmiy ishimni davom ettirish imkoniyati tug'ildi. Ya'ni Belgiyaga aspiranturaga bordik. Belgiya qirolligining Antwerpen universitetida borib ishlaganmiz. 4 yil aspiranturani o'sha yerda tugatib, 2013-yilda PhD'ni o'sha yoqda yo'qladik. Maqsudbek Yusupov 1977-yilda Xorazm viloyati Urganch shahrida tug'ilgan. Fanlar akademiyasining ion plazma va lazer texnologiyalari instituti bosh ilmiy xodimi. Fizika matematika fanlari doktori. Fizikaviy, kimyoviy va biologik jarayonlarni kompyuterda modellashtirish orqali tadqiq qilish uchun superkompyuterlar klasterini tashkil qilishda bevosita ishtirok etgan. 12 yil davomida Belgiya qirolligining Antwerpen universitetida ilmiy faoliyat bilan shug'ullangan. Plazma tibbiyoti sohasida ilmiy faoliyat olib bormoqda. Ion plazma lazer texnologiyalar institutiga 2004-yilda stajyor tadqiqotchi sifatida ishga kelganman va 2009-yilda Antwerpen universiteti plazma guruhiga, ilmiy tadqiqot guruhiga taklif qilindim va shu yerda ilmiy faoliyatimni davom ettirdim. Dissertatsiyada kremniy texnologiyasiga tegishli bo'lgan kremniy materiali va uni oksidlanishi bilan shug'ullanganman. 2000-yillarning oxirlarida texnologiyalarning asosi bo'lgan kremniy texnologiyasi inqirozga uchrab boshladi-da. Nima qilish kerak? Bunga muqobil topish kerak. Biz nano o'lchamli tranzistorni qanday qilib o'zining xususiyatini saqlab qolgan holatda kremniy asosida qurilmalar qilishimiz mumkin. Dissertatsiyamizda kremniyni kelajagi haqida qayg'urganmiz desak ham bo'ladi. Neytronni to'zg'itish bo'yicha Monte Carlo Collision degan metodlar yordamida ilmiy tadqiqotlar olib bordim. 2 yildan keyin PhDga o'qishga kirgandan keyin plazma meditsinasi sohasida ilmiy faoliyatni yurita boshladim. U paytda plazma meditsinasi hali endi rivojlanib kelayotgan yangi soha edi dunyo bo'ylab va bizlar birinchilardan bo'lib Belgiya qirollik Antwerpen universiteti ilmiy xodimlari shu ishga qo'l urdik. Biomolekulalarda kechadigan nano jarayonlarni modellashtirish bilan shug'ullandik. Birinchi 3 yillikda plazma meditsinasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib bordim. Keyingi 3 yil davomida esa plazmani rag' hujayralariga ta'siri bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib bordim. Biz Belgiyada yurgan paytimizda O'zbekistondagi ilmning ahvoli haqida doim biz xabardor bo'lib turardik. Shunday imkoniyat bo'ldi, 2017-yildan oldingi yillarga nisbatan ilm faniga e'tibor kuchaydi O'zbekistonda. E'tibor shu darajada bo'ldiki, oldingi 10-20 yilliklar bilan solishtirib bo'lmaydigan darajada bo'ldi-da. Biz albatta bundan juda quvondik. To'g'ri, u yerda biz o'zimiz o'rnimizni topgandik. Lekin shu siyosatdan ilhomlangan holatda biz kelganmiz-da aslida O'zbekistonga. Keldik, mana Allohga ming qaror shukrki, bu yerda biz qiladigan ishlar ham ko'p ekan-da. Antwerpenda ilmiy faoliyatimiz davomida O'zbekistonda kechadigan hodisalardan doim xabardor bo'lib turdik va 2017-yildan keyin Prezident Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan keyin ilm fanga e'tibor juda kuchayib ketdi. Undan tashqari prezidentimizni olimlarni O'zbekistonga chorlog'iga labbay deb kelishga qaror qildik. Hozirgi paytda fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarni kompyuterda modellashtirish bilan ilmiy tadqiqot ishlari olib boraman. Xususan, plazma meditsinasi sohasida hozirda mana shu laboratoriyada Halilov Umidjon yutib olgan loyiha doirasida 5 ta ilmiy yo'nalish bo'lib, shulardan bittasini men boshqarib kelyapman. asosiy bir katta g'oyani o'rtaga tashladik. Nima qilishimiz kerak? Markaziy Osiyo milliy modellashtirish markazini O'zbekistonda tashkil qilish. Agar biz modellashtirish milliy markazini ochadigan bo'lsak, O'rta Osiyoda har bir iqtisodiy sektoriga yordam berish imkoniyatimiz paydo bo'lar ekanda, bu katta g'oya, bosh g'oyamiz. Bizning ishimiz kompyuter eksperiment, ya'ni real eksperimentni
kompyuter orqali qilamizda. Biz o'sha sohada eksperiment qilayotgan eksperimentatorlarga boshlang'ich parametrlarni tanlash, oraliq jarayonlarni tushuntirish va yangi g'oyalar berish. 3 ta yo'nalish bo'yicha biz yordam beramiz. Ilmiy ishimiz asosan superkompyuterlar klasteri bilan bog'liq. Bu yerda ham shu sharoitni hozir yaratdik. Bunaqa sharoit bo'lmagan. Shu jihatdan Belgiya va bu yerda ishlaganimizda farq sezmayapmiz. Undan tashqari guruhimiz kengayib ketyapti. Yosh olimlar kelyapti bizga. Nanostrukturalar sintezi bilan bog'liq fundamental loyiha ustida olib boryapmiz. Maqsadimiz bir necha loyihalar qilib, chet el universitetlari bilan hamkorlikda ilmiy ishlar olib borish. Loyiha davlatimiz tomonidan juda yaxshi qo'llab-quvvatlandi. 6,5 milliarddan oshiqroq mablag' ajratilgan. Bu mablag'ning 60%dan ziyodi superkompyuterlar klasterini yaratish ketdi. Bu klasterimiz bizning ishimizda bevosita yordamchi narsa bo'ladi. Bu klasterimizning nomini FISTUS deb nomladik. Ya'ni Fast Intelligent Simulation Tool of Uzbekistan deb atadik. Ya'ni yuqori darajadagi simulyatsiya qiluvchi O'zbekistonning qurilmasi deb yaxshi niyat bilan bu narsani qo'ydik. Qaytib kelganimizdan keyin shu solishtirib bo'lmaydigan darajada rivojlanish bor. Birinchidan ilmiy faoliyat bilan shug'ullanadigan olimlarni oyligi bir necha baravar oshirildi. Undan tashqari ko'proq ilmiy ish bilan shug'ullansangiz, xalqaro bazalarga kirgan jurnallarda ilmiy maqolalar qilsangiz, xalqaro jurnallarda redaktorlik qilsangiz, shu talablarni bajarsangiz yana 30% dan 60% gacha ustama oylik ham beriladigan bo'ldi. Aspirantlar uyda yashaganman. Avval mashinasi bor aspirant bo'lmasdi u paytlar. Hozir har bir ilmiy xodimga e'tibor berildi moddiy jihatdan. Bu kerak edi. Ilm-fan moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlanmasa, albatta o'zidan-o'zi pastga tushadi-da. Bu birinchi qilinishi kerak bo'lgan ish edi. Qilinyapti. Umuman olganda ilm-fan bo'yicha o'zgarishlar avvalgi bilan solishtirganda katta. Ham moliyaviy jihatdan, ham ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlandi-da. Universitetida ximiya fanlari bo'yicha PhD darajasiga ega bo'ldik va O'zbekistonga kelishimizdan oldin Belgiyada turib onlayn tarzda fizika, matematika fanlari bo'yicha DSc darajasini ham oldik. DSc mavzuyim sovuq plazma bilan biomolekulalarning o'zaro ta'siriga bag'ishlangan edi. Asosan sovuq plazmani saraton hujayralarini davolashda molekulyar darajada kompyuterda modellashtirish tadqiqotlari natijalarini kiritganman. Bu nimani beradi? Sovuq plazma bilan saraton hujayralari va normal hujayralarni ishlov berilganda normal hujayralarga qaraganda saraton hujayralari ko'proq o'lishi aniqlangan eksperimentlarda. Lekin buning tub mohiyatlari hali ham noma'lum. Shu jihatdan biz kompyuterda modellashtirish tadqiqotlarimiz yordamida hujayralar bilan kechadigan jarayonlar va shular bilan o'zaro ta'sirini kompyuterda modellashtirish orqali nano o'lchamda nimalar sodir bo'lyapti, shularni tushuntirishga harakat qilyapmiz. Kelgan paytimizda shunday imkoniyat bo'lib qoldiki, O'zbekistonda birinchi marta dissertatsiya yozmaysizda, doktorlikni himoya qilasiz. Adashmasam 3-4 marta himoya qildik biz. Ya'ni bizning dissertatsiyamiz uglerod nanotexnologiyasiga bag'ishlanadi. Ya'ni uglerod nanotexnologiyasi degani uglerod nanostrukturalarini asosida qurilmalar yaratish degani-da. Bu strukturalar o'ziga xosligi mexanik mustahkamligi uncha materialdan yaxshiroq-da. Elektr o'tkazuvchanlik xususiyati bor va eng qiziqarlisi ular kichkina o'lchamli bo'lsa ham o'zini geometriyasiga ega. Shu o'lchamda o'stirganda o'zini geometriyasiga bog'liq ravishda o'sadi. Biz aynan o'sha nanostrukturalarni o'stirish, ya'ni sintezi bilan shug'ullandik. Ilm-fanda juda ko'p yangiliklar bo'lyapti. Bu yangiliklar o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Olimlari ko'p davlat, boy davlat desa ham bo'ladi. Hozirgi paytda bizni rejalarimiz juda ham katta. Menimcha mana shu plazma tibbiyot sohasini O'zbekistonda rivojlantirish kerak va shu bo'yicha qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Ko'p maqolalarni o'qiganman-da. Sohamda O'zbekistonda ishlaydigan olimlar deyarli topilmaganda. Hozir mana yangi ilmlarni olib kiryapmiz. Jarayonlarni kompyuterda modellashtirish bu yangi ilm. Mana shu yoshlarimizni o'rgatsakda, yoshlarimiz juda iqtidorli. Bizda Ibn Sino, Beruniy, Xorazmiylar qonlari bor-da. Yoshlarimizga o'sha ilmni o'rgatsakda, musobaqa ketyapti-ku dunyo bo'yicha. Prezidentimizning siyosatlari ham biz o'sha musobaqaga qo'shilishimiz kerak. Fanlar akademiyasiga bo'lgan e'tibor ham oldingi nisbatan juda ancha kuchaygan. Avval Fanlar akademiyasida olimlar sekin tark etgandi chet elga. Hozir chet eldan qaytib kelishyapti. Birinchidan davlat rahbarining ilm-fanga bo'lgan e'tibori, ilm-fanni davlat miqyosiga chiqargan. Moddiy texnik bazasi institutimizda ancha kuchaydi. Atomic layer deposition degan qurilmalar kelgan. Agar bu oxiriga yetsa, nano sohada Yevropa va Amerika kabi universitetlarga o'xshab ilmiy ish qilish imkoniyati mavjud bo'ladi bizning institutlarimizda ham.
Malakali kadrlar albatta bu muhim. Chunki har bir davlat intellektual salohiyati bilan bir-biridan ustun bo'lishi mumkin. Biz ham bo'layotgan siyosatga hissa qo'shish maqsadida olingan loyihamizga, bundan keyingi olinadigan loyihalarimizga muttasil ravishda yoshlarni jalb qilyapmiz. Bu yerda ishlasin degan maqsadda oyliklar beryapmizki, fikr bir joyda tursin deyapmiz-da. O'zbekiston yoshlari ancha ilmga chanqoq. Shu jihatdan prezidentimiz mana maktabdan tortib to ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi DC darajasida ilmiy ish qiladiganlarga e'tibor qaratyapti. Ilmiy tashrif qilib kelaman desa, dunyoning xohlagan davlatiga ilmiy tashrif qilish imkoniyati bor yoshlarda. Hozir aytaman yoshlarga, juda yaxshi payt. Istasang chet elga chiqib malaka oshirib kelishing mumkin. Istasang shu yerdan turib chet ellik mutaxassislarni hamkorlik qilishingiz mumkin. Istasang chet elda malakasini oshirib kelgan o'zbek mutaxassislari bor. Yoshlarimiz ba'zi past susayganda aytaman-da, sizlar buni qadrini bizchalik bilmayapsizlar. Buni hozir o'zlashtirib olinglar. Mana Avstraliya bilan ishlarimiz. Avstraliya aytayapti, PhD beringlar, hamkorlik qilamiz. Lekin PhD yo'q bizda ularda ishlaydigan. Endi tayyorlayapmiz-da o'sha narsalarni. Misr bilan, Eron bilan, Belgiyani o'zi bilan, Xitoy bilan hamkorlik qilyapmiz. Ular O'zbekistondagi hamkorlar bilan ishlaylik deyapti. O'zbekistonga bo'lgan munosabat ularda ancha yaxshi. Kelajakda ilmiy faoliyatlarimizni rivojlantirish, kompyuterda modellashtirishni barcha institutlarda rivojlantirish, kompyuterda modellashtirish ilmiy markazini tashkil qilish rejasi bor bizda. Ilm yo'lida tanlaganimizdan biz hech qachon afsuslanmaganmiz. Bundan keyin ham umid qilaman afsuslanmaymiz.